Hamma startap qurayotganda ko'p katta odamlar maslahat berishadi. Ularning maslahatlari ham zo'r. Ya'ni startap qilishdan oldin muammoni o'rganish kerak va mana shu muammoga yechim bersa, albatta daromad bo'ladi va startap o'sadi deyishadi. Qaysidir ma'noda to'g'ri va balkim umumiy holatda ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin aslida faqatgina muammo emas, boshqa tarafni ham ko'rish kerak. Ya'ni mana shu siz muammoga yechim topdingiz, lekin jamiyat yoki o'sha atrofingizdagi odamlar, pользовательlar, yuzerlar bu yangilikka, bu o'zgarishga, bu ko'rinishga tayyor bo'lmasa, muammo yechilgan bilan ham uni ishlatishni xohlashmasa yoki ishlatishni tushunmasa, umumiy hali tayyor bo'lmasa, loyihani qilganingizdan foyda yo'q. Chunki siz yangi bo'lsangiz, mablag'ingiz, pulingiz bo'lmasa, odamlarni u yangi narsaga o'rgatib, ularni tushunadigan qilib olgunizcha sizni esingiz ketadi, pulingiz ketadi va asablaringiz qolmaydi. Shuning uchun iloji boricha nafaqat muammoni yechadigan emas va o'sha odamlarga bu kerakmi va foydalimi va ular uni ishlatishadimi va sizga bu daromad olib keladimi? Mana shularga juda ham kuchli e'tibor bering.